muhojirda yurgan bolalar, yoshlar ayniqsa mana Telegramda, boshqa joylarda ko'p taxmin qiladigan odamlar o'zini reklama qiladi. Ko'plari farshiviy. Hamma narsani farshiviy qilaman. Kazanskidan immigratsiyankani ham farshiviy qilyapti, patentni ham farshiviy qilyapti, cheklarni ham farshiviy, registratsiyani xususan ko'pincha farshiviy qilyapti. Bazada chiqmasa sizga katta shtraf bo'ladi. Keyin harakat qilinglar, shu yo'q bo'lsa borib shtrafini to'lab qilish kerak. Shu pul ketsin, lekin obro' ketmasin. Один за всех, все за одного. Ya'ni bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Bir kishi hammani podajit qilmashi kerak. Mana shuning uchun harakat qilishga, birovni davlatda yuribsizlar, dokument qilib, patent bo'lmasa ham haqqalan registratsiyani original qilish kerak. Registratsiyani original qilib, bazada chiqadigan qilib, granitsaga har 3 oyda chiqib kelib, marhamat, ishning orqasidan bo'lish kerak. Birinchi o'rinda ilm olish kerak. Ilm bo'lgandan keyin, odam o'qigandan keyin davlatda faqat ilmdor odamlar olib boradi. Mana shuning uchun yoshlar kech emas o'qish kerak. Shart emas sizga 20-25 yosh bo'lish kerak. 50 yashar bo'lsangiz ham bemalol o'qisangiz bo'ladi. Никогда не поздно учиться. Hech qachon kech bo'lmaydi o'qish uchun. Mana shuning uchun O'zbekistonda bir kishi 75 yashar kishi qori-quron bo'lgan. O'qisa bo'ladi, farqi yo'q. O'qigan odam o'zar, o'qimagan to'zar. O'qigan davlatda boradi. O'qigan odam o'qimagan odamlarni upravlat qiladi. Mana shuning uchun harakat qilinglar. Millatning obro'yi uchun, davlatning obro'yi uchun faqat o'qish kerak. Tilni o'rganish kerak, angliyskiy, ruskiy, Xitoy tilini o'rganish kerak. Hozir Xitoy birinchi oyda turibdi. Ekonomikasi Amerikaning просто dollari bor. Tak birinchi oyda Xitoy turibdi ekonomikasi. Hamma davlatlarni Xitoy finansiy upravlat qiladi, zavisiyni qilib tashlagan. Afrika davlatlarini, Srednja Aziyani hammasi qarzdor. Tak что Xitoy birinchi, Xitoydan ibrat olsa bo'ladi. Xitoy qilgan ishni biz ham qilsak bo'ladi. Nimaga? Xitoyda ham shu ikkita ko'zi bor, qo'li bor, oyog'i bor. Lekin aqlli boshqacha ishlaydi, bizning aql boshqacha ishlaydi. Mana shuning uchun yoshlar o'qinglar. Rahmat, sog' bo'linglar, o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.